Darvozani och, o'g'lim kelyapti. Men Rossiyadan keldim. Sizga mashina olib keldim, dada. O'g'lim mashina olib keldi. O'g'lim bilan faxrlanaman. Nima bo'ldi? Mana mashinani ko'ring, dada. Dada, olib tashaylik, gayli ko'rsa shtraf uradi. Yo'q, hamma qo'shnilari ko'rsin, keyin olamiz. O'g'ilcha Rossiyadan menga mashina olib ketdi. Keyin So'radimmi? otani ardoqlash kerak, sovg'a berish kerak, sovg'a berish uchun ishlash kerak, o'qish kerak, shuni yapsizlar-ku. Xullas, to'liqroq ma'lumotni o'g'lim beradi. O'g'limga nima qilibdi, doktor? O'g'lingizda bitta pochkasi yo'q-ku. Pochkang qayerda? Qo'lingizda. Bilet.